Assalomu alaykum. Mani YouTube'dagi qadrdon obunachilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan shunaqa ko'rinishdagi yozgi to'pichani to'qishni o'rganamiz. Va undan oldin sizlarga yana bitta ma'lumot bermoqchi edim. YouTube'da yo'qolib qolganim sababi ko'proq Instagramda, Telegramda faolroqman va o'sha bilasizlar, trikotaj iplarni, plyush iplarni sotuvini ham yo'lga qo'ydim. Chunki o'zimni pulli kurslarimdagi qizlarim, o'quvchilarim ko'p iltimos qilishganiga eng sifatli, o'rganishga oson iplarni va albatta kazinka uchun, fanerlar, lyulka uchun ham va shunaqa ko'rinishdagi ryukzaklar uchun ham fanerlarni o'zimdan olsanglar bo'ladi. Buning uchun Telegramdan murojaat qilsanglar, ham pulli kurslarimga qo'shilishinglar, ham kerakli narsalarni o'zimdan olsanglar bo'ladi. Pufiylarni ham, turetskiy original pufiylarni ham o'zimdan olsanglar bo'ladi. Demak, menga shogird tushmoqchi bo'lganlar uchun shuncha imkoniyat. Bu lyulkachalarni ham o'zim to'qiganman. Va yana bitta narsa, plyush iplar ham o'zimda bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Quyoncha, ayiqcha darsliklari ham bor, pulli. Va ular uchun hamma narsalar, ko'z, burunchalar, ipchalar, hamma narsa bor. Ozgina g'ayrat qilsanglar bo'ldi. Shu bilan reklama qismi tugadi. Ana endi ishga o'tamiz desam. Demak, qizlar, endi to'qish jarayoniga o'tamiz va asosiysi ip bilan krючок haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib ketmoqchiman. Men buni Alize Belladan to'qimoqchiman. Bu 100%, mana 100% HB xlopok deb yozilgan. 100% HB ip. Lekin sizlar xohlasanglar qizlar, boshqa ipdan to'qisanglar ham bo'ladi. Ayniqsa Alize deb anaqa qilasizlar. Alize bu qizlar firmani oti. Alizeni har xil turdagi iplari bor. Nakoda ham, Bonbonda ham yoki Kartabuda ham 100% HBli iplar bor. Har doim ip tanlaganingizda sizlar nomiga emas, sostaviga, ya'ni tarkibiga ahamiyat beringlar, shu joyini o'qinglar. Masalan, Alize Diva ham bor. Diva u 100% HB emas, u poliester bor. Undan to'qisanglar ham bo'ladi yoki Bonbonda ham HB ip bor, Nakoda ham bor. Qisqasi ipni tarkibiga qaranglar, nomiga emas. Va krючокni ham, krючокni nomerini aytmadingiz, krючок qanaqa bo'ladi deysizlar, qizlar, krючок ipni qalinligiga qarab tanlaysizlar. Men hozir 2,5 krючокda to'qiyapman va bu ipga idealniy mos tushadi. Agar juda bilmasanglar, mana shu iplaringlarning orqasida har doim krючок spitsani rasmini qilib yozib qo'ygan bo'ladi. Mana shu yerda ko'rsatib o'tgan bo'ladi. Krючок shunaqa bo'lishi kerakki, to'qiyotganingizda o'zingizlar bilasizlar. Ipinglarga nima deydi? Ipinglarni ilganda yengil ilib, yengil chiqarish kerak. Agarda ilib olib chiqarishga qiynalsanglar yoki ilolmasdan ip chiqib ketib qolaversa krючокdan, ana unda krючокinglar mos tushmagan bo'ladi. Shuning uchun buni o'zingizlar to'qish jarayonida bilib olasizlar qizlar. Lekin men asosan 2,5 ishlataman yozgi HB iplar uchun. Xohlasanglar 2 ishlatsanglar ham bo'ladi. U sizlarni xohishinglar. Asosiysi ipinglarga mos tushsa bo'ldi. Demak, sehrli halqacha hosil qilamiz. Krючогimiz bilan uni ichidan ipni ilib olib chiqamiz va bitta zanjir olamiz. Va yana bitta zanjir olaman. Ko'rasizlarmi? Ilganinglarda ip oson ilinishi kerak. Demak, biz nakitli ustunchada to'qiymiz. Nakit oldim. Halqachani ichidan kirib ipni chiqarib olaman. Ikkalasini bitta qilaman va yana ikkalasini bitta qilaman. Ko'rasizlarmi? Ilganinglarda krючок razmeri shunaqa bo'lishi kerakki, oson ilib, oson chiqarib olish kerak. Demak, xuddi shu ko'rinishda halqachamizning ichiga 14 ta nakitli ustuncha to'qib chiqamiz. Nakit olamiz. Krючокni ichidan kiramiz. Ishchi ipni chiqarib olamiz. Mana, demak 3 ta bo'ldi. 4 ta. Agarda video tushunarli bo'lmasa qizlar, qayta ko'ringlar. Ba'zilar o'sha nakitli ustuncha olishni biladi. Ba'zilar birinchi to'qiyotgan bo'lsanglar yoki nastroykaga kirsanglar, sekinlashtirish degani bor. Sekinlashtirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Lekin men juda ham sekinlashtirib olsam, videoim uzayib ketadi va to'qish yaxshi biladiganlar uchun juda ham zerikarli bo'lib qoladi. O'shaning uchun qayta ko'rib, tushunib to'qinglar. Demak, xuddi shu ko'rinishda sehrli halqachamizga 14 ta nakitli ustuncha hosil qilamiz.
Demak, qizlar, men 14 ta petля to'qib oldim va mana bu ipimizni tortsak, bizani halqachamizning o'rtasi yopiladi va biza birinchi tepadagi petlaga, mana shu petlaga birlashtiruvchi petla yordamida birinchi qatorimizni birlashtiramiz. Ya'ni ishchi ipni chiqarib olib, krючокdagi petlani ham ichidan o'tkazamiz. Demak, bizani birinchi qatorimiz tayyor bo'ldi. 3 ta zanjir bilan tepaga ko'taramiz. 1 2 3. 3 ta zanjir bilan ko'tarib oldim va nakit olib, xuddi shu petlaga yana bitta nakitsiz ustuncha to'qiyman. Noto'g'ri joydan kirib qoldim. Bu qatorimizda har bitta petlamizdan ikkitadan nakitsiz ustuncha, nakitli ustuncha olib 28 ta petla hosil qilamiz. Mana tepadagi petlam iforalik kelatvorsan. Bor, suril naryoqda o'tir. Demak, keyingi petladan kiraman. Bitta nakitli ustuncha, yana nakit olaman va yana xuddi shu petladan kirib, ikkita nakitli ustuncha. Xuddi shu ko'rinishda har bitta petladan ikkitadan to'qib 28 ta petla hosil qilib olamiz. Mana. O'ylaymanki, bu qatori tushunarli bo'ldi. O'zingizlar mustaqil qator oxiriga kelib olasizlar. Demak, gir aylanib shu joyigacha kelib olasizlar va bizada 28 ta petla hosil bo'ladi. Demak, ikkinchi qatorni ham to'qib oldim. Ikkinchi qatorda har bitta petladan ikkitadan oldik. Birinchi zanjirdan kirib, birlashtiruvchi petla yordamida birlashtiramiz. Ya'ni krючок petlani chiqaramiz, krючокdagi petlani ichidan o'tkazamiz. Bu birlashtiruvchi petla bo'ladi. Ana endi 3 ta zanjir olib ko'tarib olamiz. Bu bizda birinchi petla hisoblanadi va nakit olib, keyingi petladan bitta nakitli ustuncha olamiz. Ikkita zanjir olamiz. Nakit olib, undan keyingi petladan yana nakitli ustuncha olamiz. Bitta nakit olib, uni yonidagi petladan ham yana bitta nakitli ustuncha olamiz va yana ikkita zanjir olamiz. Bu qatorda har bitta petladan bittadan to'qiladi. Orada tashab ketilmaydi, lekin har ikkita petladan keyin orada ikkita zanjir olib ketiladi. Demak, mana ikkita zanjir oldik. Endi ikkita nakitli ustuncha to'qiymiz. Har bitta petladan bittadan. Tushunarli, petlalarda ko'paytirish qilinmaydi, faqatgina orada zanjir olinadi, bo'ldi. Uchinchi qator oxiriga keldim. Demak, ikkita nakitli ustuncha oldim, orada ikkita zanjir oldim. Ikkita nakitli ustuncha oldim, orada ikkita zanjir oldim va shunda har bitta petladan to'qidim, orada tashab ketmadim. Endi oxiriga ikkita zanjir olamiz. Men bitta olib bo'lganman, ikkita va birinchi petla bilan oldingi qator birinchi petlasidan kirib, yana birlashtiruvchi petla yordamida birlashtiramiz. Va 3 ta zanjir olib, keyingi qatorni boshlab olamiz. 3 ta zanjir oldim. Uni yonidagi petladan ham nakit olamiz va bitta nakitli ustuncha to'qiyman. Mana, demak, ikkita nakitli ustuncha to'qidim. O'rtada yana ikkita zanjir olaman. 1 2. Ana endi bu ikkalasidan ikkitadan olamiz va shu joyda 4 ta nakitli ustuncha hosil bo'lishi kerak. Demak, birinchi petladan kiramiz. Bitta va xuddi shu petladan kirib ikkita. Demak, birinchisidan ikkita olib oldik. Ana endi keyingi mana bu petladan ham ikkita olamiz. Bitta va yana xuddi shu petladan kirib
ikkita. Demak, bizda o'rtada 4 ta nakitli ustuncha hosil bo'ldi. Endi yana ikkita zanjir olamiz. Bitta va ikkita nakit olamiz. Ana endi bu ikkalasidan shunchaki bitta-bittadan olamiz. Birinchisidan bitta nakitli ustuncha nakit olamiz. Keyingisidan ham yana bitta nakitli ustuncha. Mana. Demak, bunisidan ikkalasidan bittadan to'qidik. Yana ikkita zanjir olamiz va keyingi mana bu ikkitadan 4 ta petля hosil qilamiz. Ya'ni ikkita-ikkitadan olamiz. Bitta va yana xuddi shu petladan ikkinchisi. Yana nakit olamiz. Ana endi bundan ham ikkita olamiz. Bitta va xuddi shu petladan ikkinchisi. Demak, bu qatorini menimcha уже tushunarli bo'ldi. Yana ikkita zanjir olamiz va shu ko'rinishda davom etamiz. Keyingisidan demak, ikkalasidan bitta-bittadan olamiz. Keyingisidan ikkita-ikkitadan qilib 4 ta olamiz. Ikkitali, 4 tali, ikkitali, 4 tali bo'ladi va orada ikkita-ikkitadan zanjir bo'ladi. Aylanib shu joyigacha kelib olasizlar. Demak, qizlar, 4-qatorini ham tugatib oldim. 1 2 3 4-qatorini tugatib oldim. Va endi 5-qatorga o'tamiz. Agar sezgan bo'lsanglar, demak 4 tali, 2 tali, 4 tali, 2 tali va bu yerda umumiy 14 ta bo'ladi. Agarda boshqacha razmer qilmoqchi bo'lsanglar, masalan, boshida 14 ta bilan boshladik-ku, sizlar 16 ta bilan boshlasangiz, undan sal kattaroq qilsanglar bo'ladi yoki shuni o'zini ham katta qilsanglar bo'ladi. Sal kattaroq bo'lganini tushuntirib beraman. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta bo'lyapti umumiy uzorlarimiz. Demak, 5-qatorga o'tdik. Agar sezgan bo'lsanglar, fonim o'zgarib qoldi. Chunki videoni boshidan bu tarafigacha 1-2-3 oy o'tdi. Demak, 3 ta zanjir bilan tepaga ko'tarib olamiz. Nakit olamiz. Bu yerda bizda 2 tali petля. Demak, birinchisidan zanjirlar oldik, ikkinchisini tepasidan kirib, bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Ikkita zanjir olamiz, nakit olamiz. Ana biz ham 4 taliga keldik. Ana endi bu 4 tali petля bizda bu qatorda 6 ta bo'ladi. Ya'ni boshidagi va oxiridagidan ikkita olamiz, o'rtasidagidan bitta-bitta olib ketaveramiz. Demak, birinchi petlyasidan kiramiz. Nakitli ustuncha olamiz. Nakit olib, yana xuddi shu petladan kirib, nakitli ustuncha olamiz. Ikkita petля hosil bo'ldi. Ana endi o'rtadagi ikkitadan shunchaki bitta-bittadan olaveramiz. Bitta. Bunisidan olamiz, nakit olamiz. Bitta, keyingisidan olamiz. Bizda 4 ta petля hosil bo'ldi. Nakit olamiz va keyingi oxirgi petladan ham ikkita olamiz. Bitta va yana xuddi shu petladan ikkita. Demak, bu joyimizda bizda oldingi qatorda 4 ta edi, bu qatorda 6 ta bo'ldi. Shunaqa qilib kengayib ketaveradi. Uje tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, ikkita zanjir oldik, nakit olamiz. O'rtadagi ikkitadan shunchaki bitta-bittadan to'qiymiz. Demak, bunisidan bitta nakitli ustuncha olamiz. Nakit olamiz. Keyingisidan ham yana bitta nakitli ustuncha olamiz. Mana, buni shunchaki o'zidan to'qidik. Yana ikkita zanjir olamiz. Nakit olamiz. Yana 4 tali petlaga keldik. Buni ham boshidagidan ikkita olamiz, oxiridagidan ikkita olamiz. O'rtasidan bitta-bittadan to'qiymiz. Har qatorda o'zi shunaqa bo'ladi va shu ko'rinishda chiqadi bu uzorimiz. Demak, ikkita oldik. Birinchi petladan ikkita oldik. Nakit olamiz. Keyingi petladan bitta olamiz. Nakit olamiz. Undan keyingi petladan ham bitta olamiz va oxirgi petlasidan yana ikkita olamiz. 1 va 2. Demak, bu qatorimizda bu joyda yana 6 ta petля hosil bo'ldi. Boshida va oxirida ikkita olganimiz hisobiga yana ikkita zanjir olamiz va o'rtadagi mana bu 2 tali petladan yana bitta-bittadan to'qiymiz. Bu joyi o'zgarmaydi. Demak, xuddi shu ko'rinishda qizlar
Bu qator oxirigacha xuddi shu ko'rinishda to'qiysizlar. 4 talilarni ikkita yonidan ko'paytirish qilib 6 ta qilasizlar. Mana bu 2 tali petlalarni o'zidan shunchaki to'qib ketaverasizlar. Gir aylanib oxiriga kelib olasizlar. Ana endi qizlar keyingi qatoriga o'tamiz. Ko'rasizlar, mana bu uzorimiz rombikka o'xshab sekin kengayyapti. 2 tali, 4 tali, 6 tali. Demak, keyingi qatoriga ko'tarib o'tib olamiz. Nakit olamiz. Bu 2 tali petlamiz. Demak, birinchisidan zanjir olib ko'tarib oldik, ikkinchisidan shunchaki bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. O'rtada ikkita zanjirimiz bor. Ikkita zanjir olamiz. 6 tali petlaga keldik. Ana endi bu yerda nima qilamiz? 6 tali petlamiz bu qatorda 8 ta bo'ladi. Ya'ni uni ham boshida va oxirida ikkita tarafida ko'paytirish qilamiz. O'rtadagi 4 ta petladan hammasidan shunchaki bitta-bittadan to'qiymiz va bu qatorimizda bizada 8 ta petla hosil bo'ladi. Demak, birinchi petladan bitta olamiz. Nakit olamiz va yana xuddi shu petladan ikkita. Demak, birinchi petlamizda ko'paytirish qildik. Ana endi 4 ta petlani har bittasidan bittadan to'qiymiz. 1 2 3 va 4. Demak, 4 ta petladan bitta-bittadan to'qib oldim. Oxirgi petlaga keldik. Unda yana bitta ko'paytirish qilamiz. Bitta va yana xuddi shu petladan ikkinchisini to'qiymiz va o'shanda bizada bu joyimizda 1 2 3 4 5 6 7 8 ta petla hosil bo'ldi. Ikkita nakit olamiz. Ikkita zanjir olamiz va o'rtadagi ikkita petladan shunchaki bitta-bittadan to'qiymiz. Bitta nakit olamiz, ikkinchisi ikkita. Demak, o'rtada har qatorda o'zgarishsiz ikkita petladan ikkita olib to'qib ketaveramiz. Ikkita zanjir olamiz. Yana ko'paytirish joyimizga keldik. Yana bu 6 tani ikkita tarafida ko'paytirish qilamiz va bu yerda petlalarimizning soni 8 ta qilamiz. Demak, qizlar, menimcha shu qatorni ko'rsatib bersam уже tushunarli bo'ldi. Chunki ba'zida menga kommentariyada yozishadi, "Muncha sekin o'rgatasiz, namuncha har bitta narsani qayta-qayta gapiraverasiz." Har doim video olganimda men bitta narsaga ahamiyat beraman. Har xil odamlar ko'radi. Birinchi marta qo'liga kurchuk ushlayotgan qizlar ham ko'radi yoki o'zi yaxshi bilib turib, shunchaki biror narsasini ko'rib olish uchun kirgan. O'shaning uchun ba'zi narsalar sizlarga zerikarli bo'lib ketsa, tushuninglar qizlar, chunki umuman hali kurchuk ushlamagan qizlar uchun ham mo'ljallab qilaman darslarni. Lekin juda ham cho'zib olishni ham xohlamayman. Shuning uchun mana shu qatorni ko'rsatib beraman va u yog'iga o'zingizlarga kerakli razmerda to'qiysizlar. Demak, mana oxirgisidan ko'paytirish qildik. Уже uzor sxema tushunarli bo'ldi qizlar. Demak, mana bu ikkitali petlalar o'zi shunday ikkita ketaveradi, zanjir ustidan zanjir olinaveradi, faqatgina mana shu joyida har qatorda ikkita yonida ko'paytirish qilasizlar bo'ldi. 4 ta edi, 6 ta bo'ldi, 8 ta bo'ldi, keyingi qator 10 ta bo'ladi, 12 ta, 14 ta bo'ladi. Sizlarda bosh aylanasi qanaqa razmerda bo'lsa, o'sha razmerda qilib olasizlar. Demak, gir aylanib shu joyga kelasizlar va keyingi qatorda yana shu ikkita joyda ko'paytirish qilasizlar. Ikkita joyda ko'paytirish qilib, petlalaringlarning sonini albatta sanab, mustaqil to'qib olasizlar. Demak, qizlar, men kerakli razmerda to'qib oldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 qator to'qidim va mana har qatorda ikkita-ikkitadan ko'paygan. Mana shu joyda diqqat bilan eshitinglar, ko'ringlar. Mana buni demak, diametri 15 sm bo'ldi. Qizlar, to'pini razmeri mana shu diametrga qarab belgilanadi. Ya'ni sizlar kimga to'qimoqchi bo'lsanglar, albatta iltimos boshini o'lchab olinglar. Chunki kommentariyada eng ko'p yoziladigan gap razmer chiqarishni o'rgating, 7 yoshga boshqatdan video oling, 70 yoshga boshqatdan video qilib, boshqacha qilib o'rgating. Juda ham shu narsani ko'p yozasizlar qizlar. Har bitta razmer uchun video olishni iloji yo'q. Bu umuman mumkin emas narsa. Faqatgina ozgina o'zingizlar, nima deydi, diqqat e'tiboringlarni qaratsanglar, o'rganib olsanglar bo'ladi. Masalan, ahamiyat bergan bo'lsanglar, 14 ta petla bilan boshladik va bizada 1 2 3 4 5 6 7 7 ta uzor hosil bo'ldi. Agarda sizlar shunaqa uzorini 8 ta qilmoqchi bo'lsanglar, 16 ta petla bilan boshlaysizlar. Agarda 6 ta qilmoqchi bo'lsanglar, o'rtada 12 ta bilan boshlaysizlar. O'sha ozgina diqqat
e'tibor bilan qarasanglar уже o'zinglar tushunib olasizlar. Bu уже o'rtacha kattalikdagi, ya'ni 14 yosh bolaga to'g'ri keladigan bo'ldi. Agarda sizlarga razmeri sal kattaroq kerak bo'lsa, yana 2-3 qator qo'shsanglar bo'ladi. Yoki kichkina bolaga qilmoqchi bo'lsanglar, 1-2 qator kichkinaroq qilasizlar. Albatta, bosh aylanasini o'lchanglar, iltimos. Chunki har bitta razmerga alohidadan hech kim hech qachon video olmaydi. Hamma o'ziga kerakli razmerni o'zi chiqaradi. Demak, bizada keyingi qatorda endi mana bu joyida rombik hosil bo'ladi. Ya'ni endi bu qisqarib boradi, bu kengayib boradi. 3 ta zanjir bilan ko'tarib olganman. Bu ikkitalikni endi 4 ta qilamiz, ya'ni betda ko'payadi. Birinchisida zanjir olib to'qib olganman, ko'tarib olganman. Yana xuddi shu petladan kirib, bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Nakit olaman. Undan keyingi petladan ham nakitli ustuncha to'qiyman. Ikkita. Bitta va ikkita. Demak, bu joyda bizada ikkitalik petlamizda 4 ta petla hosil bo'ldi. Ikkita zanjir olamiz. Ana endi bu joyda bizada ikkita chekkasida to'qimasdan tashlab ketamiz. O'shanda qisqarishni boshlaydi. Birinchi petlani, mana bu petlani to'qimasdan tashlab ketaman. Undan keyingisidan kirib to'qiyman. Har bitta petladan bittadan to'qiyman. Bo'ldi. Endi betda ko'paytirish yo'q. Ko'paytirish ikkitalik petlani ustida bo'ladi. Har bitta petladan bittadan to'qib, bu uzorni oxiriga kelib olamiz. Mana. Agarda betda sizlarda 14 ta bo'lsa, demak keyingi qatorda 12 ta bo'ladi. Keyingi qatorda 10 ta, 8 ta shunaqa bo'lib qisqarib boradi. Mana qator oxiriga kelib qoldim. Oxirida mana menda ikkita petla qoldi, ko'rasizlar? Bittasini to'qiyman va oxirgi petlani to'qimasdan qoldiraman. Demak, boshida bitta to'qimasdan qoldirdik, oxirida bitta to'qimasdan qoldirdik. Ikkita zanjir olaman va mana bu ikkita petlamizdan ikkalasida ham ko'paytirish qilib, betda 4 ta petla hosil qilamiz. Bitta nakit olaman va yana xuddi shu petladan kiraman. Ikkita, keyingisidan ham bitta va yana xuddi shu petladan ikkinchisi. Demak, ikkitalik petlamizning ustida 4 ta petla hosil bo'ldi. Ikkita zanjir olamiz va bu tarafida ham, demak, birinchi mana bu petlani to'qimasdan tashlab ketib, ikkinchisiga kiraman. Buni o'zi bitta qatorini ko'rib olsanglar yoki shundoq rasmga qarab ham, masalan, men rasmga qarab bemalol to'qiy olaman, chunki rasmga qaraganinglarning o'zida tushunasizlar, qayerda qanaqa ko'paytirish qilingan, qayerda qanaqa qisqartirish qilingan. Faqatgina ozgina sabr bilan, e'tibor bilan ko'rsanglar bo'ldi. Chunki ba'zida to'g'risi kommentariyalarni o'qib xafa bo'lib ketaman. Krючокka etmadingiz, ipini rangini anaqasini nima deydi? Sostavini etmadingiz deb juda ham ko'p. Kecha ham bitta qiz yozdi, boshqatdan ko'ring desam, uzr ko'rmanman deb anaqa qildi. Iltimos, sizlardan nima o'rganmoqchi bo'lsanglar ham, kimni videosini ko'rsanglar ham, kurs sotib olsanglar ham ko'ringlar. Ko'rmasdan turib, komment yozib, o'xshatmadi, u bo'ldi, bu bo'ldi, bu juda ham xunuk narsa. O'zinglar ham hech qachon o'rgana olmay qolib ketib qolasizlar unaqada. Hamma sizlarga baribir asosini o'rgatadi, u yog'iga ijod qilish, qanaqa chiqarish o'zinglarning xohishinglar. Demak, oxiriga keldim. Oxirida mana ikkita petla, bittasini to'qiyman va oxirida ham qoldirdim. Bitta petla, boshida qoldirdim, oxirida qoldirdim. Bu joyda 4 ta olaman. O'sha menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, ikkitalik petlalardan ikkalasida ko'paytirish qilib 4 ta qilamiz. Bu petlalarni ikkita chekkasida bitta-bittadan petla qoldirib ketamiz. Zanjirlarning ustida zanjir olaveramiz. Gir aylanib shu joyiga kelib olasizlar. Demak, qizlar, bu qatorni tugatib oldim. Ko'rib turganingizdek, ikkitadan ketayotgan petlalardan ikkitadan olib, betda 4 ta petla hosil qildim. Bu uzorda ikkita chekkasidagi petlani to'qimasdan ketdim. Bu ikkitadanga qisqardi.
keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorida bu petlalarimizni ikkita yonidagi petladan ko'paytirish qilamiz. Shunda bu yerda bizda 6 ta petla hosil bo'ladi. 3 ta zanjir bilan ko'tarib olamiz. Bu bizning birinchi petlamiz hisoblanadi. Nakit olamiz va xuddi shu teshikchadan kirib ikkinchi petlasini to'qiymiz va o'rtadagi ikkita petladan o'zidan to'qiymiz. 3 4 va oxirgi petladan ikkita to'qiymiz. Bitta va ikkita. Demak, bizda bu yerda sananglar 6 ta petla hosil bo'lishi kerak. 4 ta, 6 ta bo'ldi. Ikkita zanjir olamiz, nakit olamiz. Demak, mana bu birinchi petlani tashlaymiz, keyingisidan kiramiz. Demak, oxirgi petlagacha to'qiymiz va yana oxirida bitta petla tashlab ketamiz. Bu uzor xuddi shu ko'rinishda davom ettiramiz. Mana shu qatorni ko'rsatib beraman. O'sha keyingi qatorlarini shu sxema asosida o'zingizlar to'qiysizlar. Ya'ni bunisida ikkita yonida ko'paytirish qilasizlar, bunisida aksincha ikkita yonida to'qimasdan tashlab ketasizlar. Juda oddiy va oson. Mana oxirgi petlalarga yetib keldik. Oxirdagi ikkita petla bittasidan to'qiyman va oxirgi mana bu petlani qoldiraman. Ikkita zanjir olaman. Bizda bu yerda 4 ta petla bor. 4 ta petlani birinchisidan ikkita to'qiyman. Ya'ni birinchisida ko'paytirish qilaman, bitta va xuddi shu petladan ikkinchisini to'qiyman. Ikkita bo'ldi. O'rtadagi mana bu ikkitada bittadan to'qiyman shunchaki. Mana va oxirgisida yana ko'paytirish qilaman, bitta va xuddi shu petladan ikkita. Demak, bu yerda bizda yana 6 ta petla hosil bo'ldi. Oldingi qatorda 4 ta edi, keyingisida 6 ta. Yana ikkita zanjirimizni olamiz. Mana bu birinchi petlani to'qimasdan tashlab, ikkinchisiga o'tamiz. Xuddi shu ko'rinishda bu qatorimizni to'qib olamiz. Menimcha o'sha tushunarli bo'ldi. Demak, buni ham to'qib kelasizlar va oxiridagi mana bu petlani to'qimaysizlar, tashlab ketasizlar. Ana endi demak, qizlar tushuntirib beraman va bo'ldi. O'zingizlar mustaqil to'qiysizlar. Demak, bu tarafi rombik hosil bo'lishi uchun ko'ryapsizlar, bitta qisqarib boryapti. U yoqdan ham, bu yoqdan ham bitta qisqarib boryapti. Mana bu ikkitali petlalarimiz ikkita chekkasidan ikkita ko'payib boryapti. Xuddi shu ko'rinishda to'qiysizlar toki mana bu rombikimizda ikkita petla qolgunicha. Bu ikki yondan qisqarib oxiri ikkita petla qolishi kerak. Bu aksincha ikkita petlaga ko'payib boradi. Demak, o'zingizlar kerakli razmerda shu uzorni mana shu rombikimizda ikkitali petla qolgunicha mustaqil to'qib olasizlar. Demak, qizlar to'qib keldim. Mana ko'ryapsizlarmi? Bundan har ikkita chekkasidan qisqartirib bordim to ikkita qolgunicha. Mana, demak, boshida ikkita bilan boshlagan edik. Bu yoqqa qisqartirganimizda ikkita bilan tugatdim. Bu uzorga har ikkita chekkasida ikkitadan qo'shib bordim. Shunda shunaqa ko'rinishda to'pimiz hosil bo'ldi. Mana qisqartirishni, endi ko'paytirishni to'xtatgan joyimizdan boshlab o'sha yonga kengayish emas, tekis bo'lib tushishni boshladi. Ana endi keyingi qatorini to'qiymiz. O'sha bo'ldi. Hech qanaqa uzorsiz shunchaki to'qib ketaveramiz. Ozgina ko'rsatib beraman va shu bilan tugatamiz. Demak, 3 ta zanjir bilan ko'tarib oldim. Ana endi nakit olib, har bitta petladan bittadan nakitli ustuncha to'qib chiqamiz. Hech qanaqa ko'paytirish, qisqartirishlarsiz. Shunchaki bir qator nakitli ustuncha to'qib chiqamiz. Har bitta petladan bittadan. Mana.
Mana zanjirga kelganda bitta to'qiymiz. Zanjirgacha to'qib olinglar. Demak, har bitta petladan bittadan to'qib kelib oldim. Zanjirimizda bu yerda bizda ikkita zanjir, lekin bitta to'qiymiz va o'rtadagi ikkitadan ham har bittasidan bittadan to'qiymiz. Bitta birinchi petladan to'qiymiz. Nakit olamiz, ikkinchi petladan to'qiymiz. Va bizda yana zanjir, bu zanjirdan kirib yana bitta dona to'qiymiz va keyingi petlalarga o'tib ketamiz. Xuddi shu ko'rinishda bu qatorni tugatib olamiz. Petlalarni har bittasidan bittadan to'qib ketamiz. Zanjirlardan ham bittadan olamiz. Ya'ni mana bu zanjirlardan bittadan olamiz. Gir aylanib boshiga kelib olamiz. Demak, qizlar, gir aylanib shunchaki bir qator nakitli ustuncha to'qib oldim. Ana endi keyingi qatoriga o'tamiz. Demak, birinchi petla bilan birlashtiruvchi petla yordamida birlashtirib olamiz. 3 ta zanjir bilan ko'tarib olamiz va o'rtada biz endi bitta zanjir tashlab ketamiz. Shuning uchun yana bitta oldim. Menda 4 ta zanjir bo'ldi. Nakit olamiz. Zanjir olganimiz hisobiga tegiga mana bitta petlani tashlaymiz. Undan keyingisiga bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Yana bitta zanjir olamiz. Nakit olamiz. Zanjir olganimiz hisobiga bitta petlani tashlab, undan keyingi petladan to'qiymiz. Xuddi shu ko'rinishda bitta zanjir, bitta nakitli ustuncha to'qib ketamiz. Faqat zanjirlarni olgan joyimizda tegidagi petlani to'qimasdan tashlab ketamiz. Shu ko'rinishda bu qatorni tugatib olamiz. Agarda bunaqa qilish xohlamasanglar, polniy faqatgina oldingi qatordagi nakitli ustuncha bilan har bitta petlani to'qib ketsanglar ham bo'ladi. Uje u yog'i o'zinglarning xohishinglar. Mana, demak shu ko'rinishda qator oxirigacha gir aylanib to'qib kelib olasizlar. Bitta zanjir, bitta nakitli ustuncha, bitta zanjir, bitta nakitli ustuncha. Demak, qizlar, keyingi qatorini ham to'qib keldim. Bitta nakitli ustuncha, bitta zanjir ko'rinishida bu qatorni endi tugatamiz. Birlashtiruvchi petla yordamida va 3 ta zanjir bilan ko'tarib olamiz. Keyingi qatorida ham xuddi oldingi qatordagi har bitta petladan va har bitta zanjirdan bittadan to'qib ketamiz. Zanjirdan bitta to'qidim, nakit olaman. Keyingi petladan bitta to'qiyman, nakit olaman, zanjirdan bitta to'qiyman. Xuddi shu ko'rinishda bu qatorni tugatib olamiz. Ya'ni bu yerda ham petlalar soni o'zgarmaydi. Oldingi qatorda nechta bo'lgan bo'lsa, o'shancha bo'ladi. Mana. Demak, shu ko'rinishda to'qib, bu qatorni ham tugatib olasizlar va qizlar, demak, oxirini mana tushuntirib beraman ozgina. Bu qatorida har bitta petladan bittadan oldik. Bu qatorda bitta zanjir, bitta petla, bitta zanjir, bitta petla qildik. Keyingisi har bittasidan bittadan olamiz. Menda ipim ozgina qoldi. Bu ipdan menda 3-to'ppi chiqishi deyarli 3 to'ppiga yetar ekan. Shuning uchun mana bu qatordan keyin уже yana bitta qator yo to'qimayman, keyin oxirini tugatishni ko'rsatib beraman. Agarda sizlarda ipinglar normalniy bo'lsa, mana bu qatordan keyin yana bitta mana bunaqa zanjirli qator to'qiysizlar, keyin yana bitta oddiy qator to'qiysizlar. O'shanda oddiy qator, zanjirli qator, oddiy qator, zanjirli qator, oddiy qator bo'ladi. 5 qator bo'ladi va chiroyli chiqadi. Hozir men bu qatorimni tugatib olib, ipimga qarab to'qiyman. Mana qizlar, men to'qib oldim va menda ipim ozgina qoldi. Uje bu bitta qatordan ortig'iga yetmaydi. Sizlar buni to'qiganinglardan keyin, bundan keyin yana bitta mana bunaqa oddiy nima deydi? Bitta oddiy, bitta zanjirli qator to'qiysizlar va yana bitta shunaqa oddiy qator to'qiysizlar. O'shanda qalinroq chiroyli chiqadi yoki bunda ham uje tayyor bo'ldi. Mana ko'pchilik yaxshi ko'radigan uzorda. Ana endi oxirini cho'zilib ketmasligi uchun, mustahkam turishi uchun va chiroyli bo'lishi uchun teskari to'qish, ya'ni rachi shak deyishadi. O'shanaqa usulda to'qib tugatamiz. Buning uchun nima qilamiz? Bitta zanjir olaman va kurchogimizni orqa tarafdagi petliga kirgizaman, ishchi ipni chiqaraman
va ikkalasini bitta qilib nakitsiz ustuncha to'qiyman. Yana orqa tarafdagi petliga kiraman. Ishchi ipni chiqarib olaman, ikkalasini bitta qilaman. Buni korzinkalarning tepasiga ham to'qiysizlar agar eslasanglar. Shunchaki nakitli ustuncha to'qiymiz, faqat teskari tarafga yuramiz. Ozgina boshlanishida noqulay bo'ladi, lekin o'sha qo'linglar kelishib ketgandan keyin to'qish qiyin emas bu uzorni. Zato to'ppini tek qismi cho'zilib ketmasdan mustahkam turadi. Chunki xb iplar har doim ozgina tashiydi, ozgina bo'shashadi. Menimcha tushunarli bo'lyapti уже. Agarda qiynalsanglar, qayta-qayta ko'ringlar. Tushunmagan joylaringlarni to'xtatib, har doim qayta-qayta ko'rishdan erinmanglar. Demak qizlar, уже uzorimizda ko'rindi, mana ko'rasizlar. Shunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi va bu qattiq ushab turadi va chekkasini chiroyli ko'rsatadi. Agarda qanaqa to'qishni tushunib olgan bo'lsanglar, gir aylanib oxirigacha kelib olasizlar. Mana qizlar, oxirigacha ham to'qib kelib oldim. Endi oxirida mustahkam turishi uchun bitta zanjir olib, ipni ozgina chiqarib olib uzamiz va bu ipimizni ninaga o'tkazib, kurchok bilan orqa tarafga o'tkazib, har doim iplarni iloji boricha ko'rinmaydigan qilib, chiroyli qilib bekitishga harakat qilinglar. Chunki ip bilinib, ko'rinib, osilib tursa, ishinglarni juda ham akkuratni ko'rsatadi. Bo'ldi va agarda mana bunaqa ninalar bo'lsa, to'quv ninasi yordamida bu ninani uchi to'mtoq bo'ladi, tupoy bo'ladi, o'tkir bo'lmaydi. Shunaqa ninaga o'tkazib, petlalarni orasidan o'tkazib yuborsanglar, umuman bilinmay yotib ketadi. Yoki kurchok yordamida petlalarning orasidan o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi. Keyin ortiqchasini uzib tashlaysizlar. Mana ichkari tarafdagi ipni ham o'zi buni o'tkazganman, o'sha uzib tashlasam ham bo'ladi. No, sizlarga ko'rsatib beraman. Ninaga o'tkazib olib, petlalarning orasidan faqat oldi tarafga chiqib ketib qolmanglar, bo'lmasam ipinglar oldi tarafdan petlalarning orasidan ko'rinib turadi. Shunaqa qilib o'tkazib olinglar va ipni tortib ichiga kirgizib, ortiqchasini uzib tashlaysizlar. Shu bilan qizlar, to'ppichamiz tayyor bo'ldi. Agar videoim yoqqan bo'lsa, har doimgidek fikrlaringlarni yozib qoldiringlar. Like, komment bosishni, yaqinlaringizga ulashishni esdan chiqarmanglar. Sizlarning har bitta iliq fikrlaringlar menga yana shunaqa videolar olishga ilhom beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.